Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Azda benz taqib qo'ydik-da sizni. Yo'q, hech qisi yo'q. Sizga yana olib kelyapmiz-da vitamin mana. Bu sizga. Rahmat kattakon. Opa, buni ichishdan oldin farzandingizda nima muammo bor edi? U tishlarni g'ichillatardi, yuzlarda oq-dog' paydo bo'luvdi. Aha. Sekin-sekin dog'lar ketdi. Aha. Bir oy iste'mol qildik hozircha. Aha. Hali ham davom ettirish niyatimiz bor. Bu rezultatni necha kunda oldingiz? 20 kunlarda bilindi. 20 kunda gijalar to'kildimi? Ha, sekin-sekin birdan O'zingiz emas. ko'rdingizmi? Ha. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Injiqliklari kamaydi, xotirasi sal tiklandi. Bilammi? Juda injiqroq edi. Hozircha yaxshi, ancha o'zgarish bor. O'zi sizga buni kim tavsiya qildi? Qayerda ko'rdingiz? Internetdan, Instagramdan ko'rdim. Shu orqali zakaz qildim, oldim, Bo'lsa, foydalandik. mana effekt ko'rgan inson sifatida, natija olgan inson sifatida yaqinlaringizga, bitta O'zbekiston aholisiga bizning mahsulotimiz bilan tavsiya qilgan bo'lardingiz. Hech qanaqa zarar yo'q. Ko'pincha kompaniya dorilarning zarari bor deb o'ylashadi, lekin tabiiy dorilar ekan. Har doim aloqada bo'lib turishdi, kompaniya tomonidan telefon qilib turishdi, so'rab, kamchiliklar yo bironta o'zgarish bo'lishini so'rab maslahat berib turishdi. Xursandman, foydalangandan afsuslanganim yo'q. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar real otziv eshitdinglar. Qashqadaryo viloyatida Shahri Sabizdamiz. Mana opamiz vitamin mahsulotini xarid qilganlar, 20 kunda rezultat ko'rganlar. Agar sizlarning ham farzandingizda shunaqa muammolar bo'lsa, mana vitamin mahsuloti bemalol iste'mol qildirsanglar bo'ladi o'rtoqlar.